Assalomu alaykum YouTube kanalimizin a'zolari. Bugungi videomuz o'zimiz akvarium to'g'risida, akvariumdagi balıklar to'g'risida qisqacha gaplashamiz. Kommentariyalarda yozib turibsizlar, nav beriladi. Bu balıkınız undan ekan, bu bundan ekan deb ko'p mulohazalar bo'lib turibdi. Arasında yaxshi gaplar ham bor, negativlar ham bor. Shular to'g'risida aytib o'tsam, asosan bu yerda oltin balıklar to'g'risida ko'p so'rab turibdilar. Nav berib baqish kerak, ishatish kerak. Ko'pchilik yozibdi, menkenda svet yo'q, svet berib chiqmay turibdi debdi. Oddiy protein ko'p miqdorda qo'shilgan yemlar bor o'zi. Şu yemlerden veremem ben. Bu balıkımız yine bir yıllık balık, şu uyda çıkan balık o'zimizda. Buların atanası chet eldan, Malaziyadan kelgan bular. Eşi balıkımız. Bu balıklarımız endi bir 3 aylık bo'lib qolgan bular. 2 ay, 3 aylık, 2-3 partiyaning balıkları bu. Şu Xorazmda bir Muratdan alganmiz bunu. Aybek'te Murat'tan. Balıklar yaxşı, sağlam. Şimdi ben bir xil yem berimmen doğrusu balıklara. Her gün her xil yem beremem. Korumları şunun kutulara salıp koyupmam mı korumlarını. Yine razmerleri her xil buların. Meyda xilisi, guppi balıklara. Bunun da Suhoy Dafne var. Matil verip duraman. Heptede bir gün matiliydi bu. Çıyan veremen, adli çıyan. Özlerimiz atızdan tapılgan çıyanları. Zor balıklar, nastrinesi yaxşı. Maza qilib süzüb yurtdina guppiler ham bor. Ternesiyalar, ulitkalar. Teyindeki musurları tazalab yuradilar ulitkalar. Aynaları tazalab yuradilar yine. Keyin asosiy sekreti bu altın balıkları tez ketayışı, sağlam bo'lişi. Ko'plar aytadi, meniki süzmaydi, bir joyda duraveradi, akvariumda deydi. Hozir suvuna e'tibor qilmaysa, hozir yem berdim balıklara. Bir 5-10 minutdan keyin filtr o'zi tozalab beradi buni. Süzmasligi shu bo'lmasi, yomon yem ko'rim yegandan bo'ladi. Yaxshi toza ko'rim bo'lsa, balıklar nastrinasi zo'r bo'ladi, yine suzib yurib turadi. Konkret. Hem içinde живой rasteniyalar bor, постоянный akvaryumda живой rasteniyalarda har xil narsalar bo'ladi. Shular yeb yuradilar yine. Görünüp turgan bo'lsa, shu живой rasteniyadan narsa tapib yeb yuradi bular ishini. Üstünde hemen rogalesnik bor. Rogalesnik tashab qo'yaman, uyda o'sib turibdi bu отдельный. Şunu yeb yuradi. Bu eng asosiy shu rogalesnik o'ti. Görünüp turibmi yo'qmi? Balıkı yaxshi rivojlantiradigan narsa ishi живой o't, oltin balıkqa yoqadigan narsa. Tez kattayib, shuni tumalak bo'lib, chiroyli bo'lib figura beradi. Ko'rinib turgan bo'lsa, uzoqroqdan tursam. Chiroyli bo'lib, yaxshi ketayib yuribdi balıklar. Ko'pdan beri balıkları kommentariyada cevap beraman. Yana savol beradilar, doğrusu vaqt bo'lmaydi. Shulara shu yem asosiy video qilishimdan maqsad nav berish, nav yem deb so'raganlar uchun aytib turibman. Shu 3 xil narsa
Sufoy dafne beraman. Keyin maxsus yemi bor. Erondan kelgan yem. Menimcha Eronka bo'lsa kerak. Keyin matil beraman. Heptada bir chiyon beraman. Tez kattayib, yine tum-tumalak bo'lib, figuralar ham zo'r bo'lib. Lekin bu balıklar bir narsani aytib o'tayim. Bu ko'pchilik oltin balık desa hammasini bir xil tushunishi mumkin. Bu balıklar o'zi tegi zotli balık bular. Bular O'zbekistondan alingan bering balık emas. Doğru bular bu yerda doğuldu. Lekin bularning ota-onasi Taylanddan, Malaziyadan, Singapurdan gelgan. Her xil narxlarda gelgan. 50 dollardan gelganlari bor, 25 dollardan kelganlari bor. Shundan zotdor qimmat balıkların bollari bular. Yine например, şu balık ham hozir bir 12 santimetr keladi yine. Şurada uyda doğulgan balık shular. İkradan chiqqan. Svetlar ham konkret. Endi oltin balık bo'lgandan keyin suv sal mutniroq bo'ladi. Hozir yem berdim men. Bu ana tepede yebiribdilar rogalesnik. Tez singdiradidan yegan narsalarni. Sog' bo'lasizlar. Rahmat kommentariyalarda yozib turganlara, like bosib turganlara. Ko'pchilik baribir 70% odam yaxshi fikr yozadi. Negativlar ham ko'p, lekin yo'q deb bo'lmaydi. Negativlari o'chirib tashlayman ko'pincha. Javob ham bermayman. Hammaga rahmat, qisqacha video qildik. Keyinroq bir batafsil yurunlashamiz. Prямой efir etibman. Podpischilar ham ko'payib qoldi, ancha-muncha bo'lib. Endi hozir sovuq bo'ldi, havolar sovuq bo'lgani shu bir dona akvarium ishlatib qo'yibman. Atak yana bundan boshqa 2 akvarium bor. Bu akvariumlar bahorda ishga tushiramiz yana. Xo'sh, sog' bo'linglar.